Selam dostlar, bu top 5 topshirig'i men Zila ham bugun men sizni top 5 eng qiziqli Oscar premiyasini olgan filmlar bilan tanishtiracakman. Ketdik. Birinchi film 2019-yilda chiqib, 2020-yilda Oscar premiyasini olgan. Ham u Parazitlar filmi. Bu filmda bir boy bo'lmagan oilaning turmushini ko'rsatadilar. Sizning qarag'ingiz bormi? İkinci film 1917 yıl deb ataladi, ham ol shulay 2020 yılning Oscar premiyasına loyiq bo'lgan. Bu filmda 2 yosh soldatning turmush yo'li ko'rsatiladi. Ular bu so'g'ishdan yenga olacaklarmi? Üçüncü film shulay Oscar premiyasına loyiq, ham uning ismi Yashil kitap. Tony etiketni bilmaydi, lekin qo'llar bilan bek yaxshi ishlay oladi. Bunday mashina yurituvchi kerakmi? Ham ular bizning tub giroyimiz bilan bir to'lqinda bo'la olacaklarmi? Dördüncü filmning 3'ten ortiq Oscar premiyasi var. Hem bu film La La Land. Yosh qiz yulduz bo'la olacakmi? Qarag'ingiz bormi? Beshinchi singi filmimiz Qora Pantera. Ham ega u Oscar premiyasına loyiq bo'lgan. Wakanda Afrikadagi bir shahar, lekin unda sihriy metal saqlanadi. Bu metalga borisi da borib ishla olmaydi. Do'stlar, bugunga mana shular edi. Siz Oscar premiyasına loyiq bo'lgan tag'in nendek filmlar bilasiz? Kutib qolam. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.